Aka qo'ysangizchi, men arzimagan pul topib olsin. Nima qilasiz o'sha issiqda ishlab? Men bu zo'r pul topolman. Qo'ysangizchi. Ukam, mana bu nonni ushaga. Ukam, bitta nonning orqasida qancha mehnat, qancha ishchilarning teri yotibdi halol. Bilasanmi, bu ota kasb bo'ladi. Maslahatim, sen ham yengil pul topishni o'rganmagin. Sen mana shunaqa og'ir mehnatlarni o'rgansang, hech qachon xor bo'lmaysan. Assalomu alaykum, kim bor? Non bormi? Xormi aka, assalomu alaykum. Nechta aka non? 3 ta non aka. 3tami? Mana aka. Aka, pulim uyda qolib ketibdi-yu. Yo'q aka, olib qo'ying. Aslan klientsiz, keyingi safar kelganda tashib ketarsiz aka. Rahmat aka, tanajoningiz sog' bo'lsin. Sizlardagi non ko'paysa, ota-onangizga rahmat. Alo. O'rtoq diskotekaga tez kelgani, tako'r qizlar kelgani. Ya o'rtoq, mana iflos yo'llaringni aralashtirib, men halol yo'lga qaytdim. Akam qayerdalar? Aka, qayerdasiz? Aka, qanisiz? Shu yerdamidingiz? Bu yoqni o'g'il, tinchlikmi? Aka, internetdagi pul topishlarning hammasini yig'ishtirdim. Men halol mehnat qilmoqchiman aka. Ertadan, yo bugun hozirdan ishga tushaman. Bo'ldi, qizig'i yo'q men. Halol mehnat qilaman. Ukajonim, baribir ota kasb, otamni qoni sanda bor-da baribir. Kel, zo'la qilamiz. Birinchi ishdan boshlaymiz.